Qasi. Ben Gülsüm bilen ayrılışıp gittim. Oy, pek yaxşı oldu. Qani kiring. Qani o'tiring. O uydan sizga nima taqsim bo'ldi? O uyda ikki poch gilamdan boshqa nima bor deysiz? Voy, qiziq ekansiz. Yo'g'on bir qorajoy o'xotonga qolgandikan, gilamni bosimi ag'ashkasingiz bo'lmadi. Qandaq ajrish usulini o'zingiz tuzgan tursangiz, meni 2-3 oydan keyin qaytib keladi deb o'ylaydi. Gilamni olaman desam, ular gumonlanib qolmamdi. O'g'o, shundoq. Buni ikkimiz tuzgan. Biroq bu uy endi ikkimizning bo'lib qoldi. Ras. Shu sizmi bo'lgandikan, biror narsa akrimsiz bo'lmas. Mening maoshimni ilyapsiz-ku. Voy! Sizning maoshingiz bo'lsa, mening maoshim yo'qmikan? Maosh degan bir gap. Uyga bir narsa akirish degan boshqa gap. Amscha bir oyni o'tkazib etib, Obida bilan uchrashmoqchi bo'lgandim. Biroq u mendan haq talab qilyapti deb, ikki poch gilamni yondirib akilang bo'lamdi, ha? Ya Allah. Shaytonga dars beradigan ayol deysiz, ha? Kızım. Ne buldunuz? Neymiş ki yığılaysız? Makarım kızım, neymiş ki yığılaysız? Abba. Siz neymiş ki bizni aldaysız? Dadamni yeni qurilgan Sovetning tok ishlarini o'rinlashtirish uchun komandirovkaga chiqib ketdi degan edingiz-ku. Kızım, bu... Yashirmang, apa. Men burg'ili bir shumliqni sezgan. Dadam hozir ikki bolasi bor. Obida degan xotin bilan uy tutyapti-ku. Nima? İki bolasi bor xotin? Ha. Siz nereden anladınız? Toshpo'latning maktabiga borgan edim. Toshpo'lat menga deb berdi. Toshpo'lat kimden anlattı? Obida degan ayol o'ltirdigan binodan keladigan bolalar Toshpo'latga deb beribdi. Rast. Kızım, bu işlerini rastlaman sizlerden yuşurgan. Lekin dadınız Ali mektepte okuyduğun bir kız bile hatalık ötküzüp koydu. Diyen idi. Onu kanunu cezadan kurtulduruş için acılaşkan idi. Lekin dadınız kaytıp gelemen degen. Canım abba, siz nimandak kol, nimandak sata, nimandak ahmaksız canım abba. Ben berip ular bilan ko'rishman. Yak. Undaq qilma canım kızım. Herkes undaq qilma. Dadınızını yaman xutulla azdırıp ketdi. O çokum kaytıp geledi. Dadam bizni tashlab ketdi, abba. Endi u hargiz qaytib kelmaydi. Endi bu uyga dadam hargiz qaytib kelmaydi. Canım abba. Canım abba. Gülsüm. Kasım. Gelin, oturun. Oy, pişanınızga ne oldu? Oturun. Dana. Hele Obida degan xotinga ajrish talabini qo'ysam, no'g'ush bilan urib yerib etdi. Kasım.
siz bir qizning gapini qilgan edingiz. Endi anglasam, Gülsüm, ben şu çağda qimor oynab necha ming so'mni uttirib o'tgandim. Shu chog'da qimorvozlar har bir 1000 so'm uchun mening birdan barmog'imni kesmoqchi bo'ldi. Shundaq bo'lganda 6 barmog'imdan ayrilib qolar ekanman. Barmog'im bo'lmasa, qandoqmi ishlab pul topa olayman? Shunga men eliqi Obida degan xotin bilan to'y qilish sharti ostida pul qarz elib, qimorvozlarni rozi qildim. nemishqa shu chaqdila rost gap qilmaysiz. Bir joydan qarz pul olsaqmi yoki qura joyimizni satsaqmi bo'ladi-ku. Elimi esondimi? Shu chog'da men yana qimor o'ynaydigan bo'lsam, odam bo'lmay ketay deb oldimda qasam ichgan tursam. Shunga Endi qanaqa qilay deysiz? Gülsem, men cho'qim qaytib kelaman. Qaytib kelib, bolalarimni o'zim boqaman. Shunday qiling Qosim. Bolalarning o'qish rasxodini to'layamagachga Havansa bilan Toshpo'lat o'qimaymiz deyishyotdi. Biroq Eliq Obida degan xotin haq talab qilyotdi. Uningga yana nima lozim ekan? Gülsem. Gülsem. Menimcha uningga mush gilamni bersak, cho'qim rozi bo'ladi. Mayli. Mushu gilam bilan qutuldigan ish bo'lsa bo'pti. Opirib bering. Lekin sizdan o'tinib qolay. Tezroq qaytib keling. Men o'z go'shimni o'zim yegiday chapadi qoldim. Gülsem, xotirjam bo'lgin. Men cho'qim qaytib kelaman. Xotirjam bo'l. Beshim. Gülsem. Mecazon yo'qmi? Qosim. Bugun top-to'g'ri 20 kun bo'ldi. Yo'lingizga qarab, ko'z guharlarim to'kilay dedi. Xotin bo'lmay ketgur jaddal. O bir gelemgi zadla razı bo'lmadi. Yelindim, yalvırdım. O tayaqda ketibli turib oldi. O texi qarz olgan pullarimni qaytirsan deydi. Menda pul bo'lmasa, uning yana nima lozim ekan? Bir qitimdila deysi bo'lmamdi. Gülsem. Aşı gelemni bersak cho'qim razı bo'larmikin deyman. Qosim. Bu gilamni dadam rahmatlik olamdan o'tishdan avval menga tabarik qoldirgan. Qanday qilamiz xotin? Qo'lni kesmagicha qon chiqmaydi. Shunda qilaylar, beraylik. Bo'pti, beraylik.
Siz qaytib keladiganlar ish bo'lsa bo'pti berayli. Andaqda men tezroq opirib beray, ya. Keling, yordamlashing. O'zingizni ko'proq asrang, ha? Qosim, bu Gilamni nega gapirsan? Qo'yib qo'y. Qo'yib qo'y. Aka gilamni. Buni opang o'zi berdi. qizim men berdim. Dadingiz qaytib Yo'q, kelmoqchi. apa, u qaytib kelmaydi. Siz qachongacha oldim churiysiz? Men bu gilamni setib, ukamning o'qish rasxotini to'layman. Qizim, bu gilamni undaq bermasak, ukamning o'qish rasxotini qanday qilamiz? Unda qilma qizim. Voy, qizim. Voy, nega gapirma gilamni? Qiziq odamkina bu o'zining uyda gilamni ochib ketdi. Nima ish bo'ldi? Qanaqara qizim? Lo'ngi bormi? Buni e'lon. Rahmat Sobitjon aka. Bizga ko'p yordam qildingiz. Bayqi kishi balaning dadisi o'xshamamdi. Shundaq. Lekin hozir aslida qizim u gilamni setib o'qilirga qishliq kiyim qilib bermoqchi edi. Undaqda gilamni nima ish qilib berdingiz? U Bu ikkinchi qaytamligi. Turmush opamni gangirtib qo'ydi. Dadam qaytib kelaman desalar, opam yuragini sug'urib berishga rozi. men qanday qilaman? Sizga do'stlaringizni uyda qo'singizni to'yg'izib kelasiz. Lekin ish ufqingiz atigan nashti qilgancha. Opa. Acha, nim bo'ldi? Hech nim bo'lmadi ukam. Qizim. Siz o'rnisago deyman. Farida sizni sinf bo'yicha a'lochi deydi. Rasmi? Farida acham a'lochi uyg'onish boshlag'i. Balli. Texmi yaxshi o'qing, ha, qizim. Toshpo'lat ko'rinmaydi-ku. Ko'chib kelganimizga uzun bo'lmaylar. Bolalarimning ismini bilyapsiz. Yuring o'rnisa. Uyda ozroq bir narsa bor edi. Akilib eling. Sobitjon aka, bunda qismingiz qanday bo'ladi? Hey, bundaq desangiz qanday qo'shnidarchilik qila olamiz? Barni tang ko'rdigan gapda. Yuring. Sobitjon aka. O'ltirish endi qizig'anda ketgan nemisi? Qizimdan ansirab qoldim, og'ayna. Telefon beraversan bo'lmadimi? Yangi uyga telefon bekitgidek bo'lmadim. Do'stlar, endi beshingni o'ngshab qo'ysak bo'ladi. Yaxshi ko'nglingga rahmat. Qizim Farida bak nozik cho'ng bo'ldi. Uning ustiga Nurbiyaning vasiyati ko'nglimdan faqat chiqmaydi. Nurbiya nima degan edi? Farida o'zi yaxshi ko'rdigan, yoqtirdigan bir kimni aniqib bering. Faridaning ko'zidan bir tomchi yosh oqsa, ko'rimda tik o'tiraman degan. Bu umidini o'rinlamoq tez bo'larmiki? Qizingmi cho'ngib qoldi. Mayli kimni ekanma baribir yat ko'radi. Opsiga o'xshatmaydi. Ma'qul adash, men mangay. Xo'sh. Xo'sh. Acha, bu misolni tushunamadim. Men tushuntirib qo'yay. Qarang Farida, buni-chi qoidaga tushirib ishlaymiz. Mana bu shundoq. Qarang. Bildim. Yaxshi. Tik bo'ldim, qarang. Bek chiroyli bo'pti. Acha, buni kiygizib qo'yaylik-chi? Ma'qul. Kiygizib qo'yay, ya. Bek chiroyli bo'ldi. Mana. Qarang. Dada. Ha? Hava acham shundoq yaxshi ekan, qo'nchiqimga ko'ylak tikib berdi. Tushunmagan darslarimni tushuntirib qo'ydi. Bugun hava acham hujramda yetib qolsin-chi, ma'quldan dada. Balli qizim. Buni mendan so'ramsiz, ochingizdan so'ramay. Opam ansirab qolarmikin? Men yugurib kirib Gulsimxon opamga deb qo'yay. Ma'quldan hava acha, ha? Voy, ishkinglar nim bo'ldi? Bir sonlar qizirsizlar, bir sonlar ko'zinglarni aloqchalaq qilsizlar. Ha? Sizlarga zot nim bo'ldi? O'ltiring hava acha. Qonchig'imga yana bir ko'ylak tikib bering, ha? Ma'qulmi? Ajab qiziq kino
ekan a. Shunda. Ha qiziq kino ekan. Ondan keyin pat-pat gap qilsak bo'ladi aka. Uyda televizor ko'rib qol tag'andan kino ko'rgan ekan yaxshi ekan bu. Bu yerda birdan o'tiramda qada. Bo'ldi. Bir narsa ishimiz yo'q. Yo'q. Kelinglar. O'xshagan kavoblar, kelinglar. Kelinglar acha. Kelinglar. Cemi 8 kilo bo'pti. Endi potolkalar qo'shilib hammasi 6 koy 3 mo bo'pti. 6 koy ilang ha. Voyay, gulsimisan. Tasla qaptiman tonimig'ili. Nemanchi juda katta. Tursungal, yaxshimisan? Ko'chib ketganingga 3 yil bo'ldi. Kelib qo'yaymi demeding, ha? Men yana shu oshxonaning jundi purishligidan qutlamadim degina. Oshxona deganing shanba yakshanbasin bo'lmaydi ekan. Haras, Qosim bilan ajrashib ketibsan, ha? Ha, ajrashib ketdim. U Obida degan xotin bizning mahalladagi binoda o'tirdi degina. Bir to'yda hojim ayollar uni ayblab 3 bolasi bor oilani buzg'uning bo'lmabdi deb orig'i ilvag'ani edi. U og'zida nimda poq yiqitdi demamsan. Men u oilani buzmadim. Asli Havo degan qizi haromdan bo'g'ashqa Qosim 20 yildan beri dardini ichiga yutib ketdi ekan. Ya'ni texi Obida degan xotin u ayol o'zi iqrornoma yozgan tursa davatidi. Shundaqmi ishlar bo'ldimi? Rost shundoq yozdingmi? Senin yuvaşlığın, sadırlığın, ahmaklığın, ailenin bir şey çıktı digine. Boşundak mı kılamsan? Bana hazır Abidixan satan kim aldığı fıçırsa? Havanın haramdan boğanlığını, şu sebepten Qasım'ın seni mecburi koyup egeligini sözlep, ana balı işkanlarını hem yeri sestip yürüydü. Sotqa arz kıl adaş. Men yana qaysi yüzümni götürüp sotqa baraman. Sotçular Qasım'ın arzini manga tutquzib fikringizni yezib keling deganda, men onu ko'mayla Qasım'ın degani bo'yicha iqrornoma yozgan tursa. Ay, bo'ldi, ko'nglingni buzma adaş. Bu gaplarni demasam bo'pti ekan. Ha, bolalaring cho'ng bo'lib qolgandi. Havo bu yil 11-sinfga, Toshpo'lat 9-sinfga ko'chdi. O'rnisa boshlang'ichning 5-yilligida o'qiydi. Qosim bolalarga turmush puli berdigandi. Yo'q, u bir shikoyatda qaytib kelman degashga men talab qilmagan edim. Yana da Qasım'ın ügetgini bo'yicha bir qizim bor. Uning holidan o'zim xabar olaman deb tikanman. Voy xudoyim, voy nimandaq yomon odam u. Sen yuvashlik qilmay berib da'vo qil. Shunda qilsam bo'ladimi? Bo'ladi. Nemishqa bo'lmaydi ekan. Sening mushtarqonga qarab qanday kuniga qolganligini hamma odam biladi. Bo'ldi, ko'nglingni yerim qilma adash. O'ylarga borasan juma. Bo'ladi, xo'sh. Ah xudo. Agar Qasım'ın bu töhmeti talatisiga yelib ketsa, men o'limdan boshqa yo'l qolmaydi. Havo Toshpo'latlar buni anglasa, men to'g'ri qanday gumonlarda bo'lisha? Toshpo'latchi haqoratga chidayolmay bir ish terib qo'yaman. Bo'libmi Havo? Bu zarbiga bardoshlik berolmay o'zini o'ltirib olaman. Yo'q. Men bu ishlarni Sabit apandimga deb uning maslahatini ep boqay. Qosimning hillariga ishinib ketganligingiz uchun mushundaq savalliklarni sodir qildingiz. Hamda kishilik huquqingizni, izzat hurmatingizni qo'g'dab qilishingiz uchun da'vo qilishingiz kerak. Mana bu qonun bilan o'zini qo'g'dash deyiladi.
Dava qilsam, yana nima ishlar yuz beri? Albatta, sud bolalarning turmush rasxoti uchun pul kesib berdi. Yana nima bo'ldi? Qosim oti bo'lgan ekan, o'rnisa bilan Toshpo'latni, eng bo'lmasa, ularning birsini Qosimga buyurib hukm chiqardi-chu. Voy Xudoyim. Abida degan xotinni to'lima hazazil besham, ko'ngli qara deyishidi. Bolalarımni tirikleyeydi o. Bo'lmag'idek, hargiz bo'lmag'idek. Mening eng qattiq ansiraydiganim Havo. Qosim bu qizning haramdan bo'lganligida ching turib oldi. Chunki siz ixronoma yozgan. Bu uning o'zini qo'g'daydigan dastigi. Qosim boshqalarning so'z cho'chigidan qutulish uchun bu nomussizlarcha tuhmatni sirtqa yeyib etamnikin deb qo'rqaman. Uni qilmaydi degili bo'lmaydi. Agar bu tuhmat Havoning quliqiga kirib qolsa, men qizimdan ayrilib qolaman. U iç güçlü qiz. Etina Gulsumada. So'rash beyap bo'lsa-mo, bilgim kelyapti. Qosimning haramdan bo'lgan degan iflos tuhmatni o'ydirib chiqarishida qanday asosi bor? Agar deyishga tilingiz bo'lmasa bo'pti, men so'ramagan bo'lay. Sabit efendi, men sizning maslahatingizni og'ilib kirdim, shon sizda yushurmayman. Bu 20 yilning oldidagi ish. Biz to'y qilib hafta bo'lganda Qosim bir qancha og'aylarni uyga boshlab kelib o'ltirish qildi. Gülse. Satlashma, uyda mehmonlar tursa. Menga og'aylarimizni endi yetdim. İşkınızı kuyup üleydi de. Gülse. Gülse. Oy. Sen bir etmiş kılsa çıkıp git. Gülse. Git. Bu fırsat arayıp geldi. Yok al. Basınız. Çık. Milyon bir yere. Bir koy et. Yok al. Onda tamam Gülse. Çıkıp git. Gülse ben sizinle razı olup gider. Onda tamam. Yok al. Gülse ben sizinle razı olup gider. Gülse. Gülse. Namert kumse, braunundi. İşkotse, ha? Hocam. Hayvan. İyi. Hocam. Beni kodunu çevirdi de kodum, ha? Kıyımını kesin etmedi kalmasam. İyi. Hocam. İyi. Hocam. Qosim, unda qilma. Ben seni ağıyla da sürüktü ben, ha? Bo'ldi qilay. Kumse. Sen teximinin puqadın çıkıca urvadım dep oyladın mı? Bilip koy, xotiningning qo'sig'iga cho'chirdim birini tugib qo'ydim. O namert. Bo'ldi. Beni koyurdun la. Onu öldürüyordun ha. Ayba. Bo'ldi qil. Bo'ldi qilay Qosim. Sotga arz qilib, bu nomuslik tuhmatni oydinlashtiring. Yo'q. Arz qilsam birinchidan haq bilmagan ishni yoyid ekanman. Havoning yuzini to'kid ekanman. Ikkinchidan Toshpo'lat bilan Hurnisadan ayrilib qoladi ekanman. Bo'ldi. Sotdan kesib bergan ozg'ina pulidan kechdim. Haqlar meni nima desin? Bo'ldi. Arz qilmayman. Hava. Men
bo'ldingiz qizim? Nimaga yig'laysiz? Canım apa. Meni qo'rqitmang qizim. Ne bo'ldingiz? Ne bo'ldingiz qizim? Ötünüp qalay canım apa. Ben okumayacağım. Mektepte okumayacağım. Sınıfta oturup ders algınım bilen mi? Hiç qandaq narsa kallamga tushmaydi apa. Sizni o'ylasamla ko'nglim pek yerim bo'ladi. Siz demanchi baxtsiz apa. Bu ishlarni o'ylasam, mush ishlarga sababchi bo'lgan Obida degan xotinni bo'g'ib o'ldirib qo'yg'im keladi. Bechora fikrlarimni hamma odamlarga iltijoli qarab bo'yin qisib yurgan holatini ko'rsam ichim suyrilib ketadi. Sizga hech qanday yordam qilolmaganimni o'ylasam o'z-o'zimdan o'kinaman apa. Qizim, jinim qizim. Gülsümede? Kechida bu yerda o'ltiribsiz-ku. Sizni saqlab o'ltirishim kash qapsiz-ku. İdora boshlig'ining o'g'lining to'yi bo'lgan. Farida bizni uyda uxlab qolgan bu qiz havo hadisga bek amroq. Qani uyga kiring. Kiring. Uxlab qopti. Men o'g'tay. Farida. Turing qizim. Ayağınızı giyin. Yürü kızım. Yürü. Hoş. Ay Gülsüm'e bir gipiniz var mıydı? Tatılmayı devirin. Nersi gerek yig'ilish o'rnidan pul ololmadim. Vernisana maktubidan kitap material puli akilinglar debdikan. Onundan xabarim bor. Yenimdagi pul sal kamlaydi. Atatigan Faridaga bersam, Vernisa ishkisi tang to'lib atsin. Rahmat sizga. Sizga otil pul oldik. Lekin bu qitimqi pul qarz hisobida bo'lsin. Cho'qim to'lab o'taman. Ne bilan deydigansiz Gulsumada? Sizlar bo'g'anliginglar uchun men to'y to'kin o'ltirishlarda xotirjam o'ltira oladigan bo'ldim. Hatta Iroqdagi yig'inlarga xotirjam ketaveraman. Sabitjon apandi, bu ishni havo uqmasin. U birsiga dod etishimni xohlamaydi. Xotirjam bo'ling. Ma'qulamsa, xo'sh. Xo'sh. Kim? Men.
Sen bu yerga nima deb kelding? Sen mening dadam bo'lganliging uchun keldim. Seni otalik burchini ado qilamdi yo'q, shuni bilgili keldim. Bo'lmabdimi? Hey, haramdan bo'lgan qanjoq. Numus qilmay texi. Dadam bo'g'ashqa deysin, ha? Yana bir degina qini. Haramlik? Haramlik degan bu so'z sendek buzuq xotinlarning ballarga yarashidi. Osh yo'qlar qalanda. Paskini qalanda. Yo'qlama. Paskin deysan go. Paskini debchi 3 bolasi bor, bir chiroyli oila buzgan opangga debdi. Ay, ko'chada qolgan divona yo'qlar. Men uyda chiqqa qara. Apaqmi bosh sarang opangga berib debdi. Opam paqmi bosh sarang bo'lsa-mu, sendek buzuqdan ming hassi yaxshi. Ha, barazidan qara dotqan gipini. Qalanda. Qilg'anga to'ya. Ay, to'ya qalanda. O paskina ikkinchi boshog'amni destigichi bo'lma. Yana keladigan bo'lsam, o'tirib bitma. Acha. Acha. Qoch bo'lar. Yüz gözleriga nima bo'ldi? Dadamning qishig'i bo'lgan edi. Obida degan xotin bilan qizi ikkisi meni urib ketdi. Xap buzuqlar. Apamni xarlab deb senda qilishdan, uyimizni buzishdan. Men senlarni o'ldirib etmaydigan bo'lsam. Jinim ukam, hargiz undaq qilma. Bundaq qilsam, senmi omon qolmaysan. Baribir o'limga acha. Ash xotinning qonga milinib, xaqirab jon talishayotganligini ko'rsam, 10 qitim o'lsam mayli. Pichoqni nereden aldın ukam? Nimishqi pichoqab yuriysan? Ansirma acha. Men kavobchilarga yordamlashib jinimni beqotaman. 10 kundan beri uyga kelmaganingning sababi mushkanda. 18 yoshga kiribmi? Apamga eg'irchilik salsam, xijil bo'ldi ekanman. Apamning ming mushaqqat azobiga kelgan oshnalari zahar bo'lib kelimda o'tmaydi ekan. Maktabga bormagan o'xshamamsan. Beryapman. Faqat kechlik bozorda kavobchilar qarshi berib, kechida do'konda qo'nib kelyapman. Jinim ukam, men sizlarni o'qitaman deb maktabdan chiqib ketdim. Hozir ish izlayapman. Est. Dadimiz turib mushkulay qilyapmiz, ha? Ba'zi kunlarda shunda g'azablanamanki, aymanmay tutirmay dadamga pichoq urg'im keladi. Uning yuragining qanchalik qardab ketganligini men bir ko'rib boqay. Unda qilma jinim ukam. Bu kunlarmi o'tib ketdi. Aka. Pichoqni menga bergin ukam. Kirana hava acha. Dada hava acham keldi. Havanisa, keling o'tiring. Teshikmi? Men choy demlay, ha? Dada, men demlay. Gulsum adamning deyishicha maktabdan chiqib ketib, ish izlab yuribsiz. Shunaqmi? Opamga yordamlashib ukallarimni o'qitaymikin deyman. Bu gapcha ukallaringiz uchun o'zingizni qurbon qilibsiz-da. Hay, bak yeniglik qilibsiz singlim. Har qancha bo'lsa-mu, menga maslahat qilsangiz bo'lmasmidi? Uning sizmi sizni oz avar qildikmi? Menga nima avarchilik bo'ladi? Barini tan ko'ramiz. Sizlarmi mening eg'irimni yeni qilib, hojtimdan chiqyapsizlar-ku. Çay içeceksin hava acha. Çay içeceksin dada. İçeceksin hava acha. Sizni qiyniq çay içmeydi deb susroq demlab kirdim. Ochingizdan qanday choy ichadiganligini bilyapsiz-da. O'la emas, bizning ne maxfiy gaplarimiz bor texi. Hava singlim. Sizni chaqirtishim bundoq sabab bilan edi. Men ijodiyat yig'iniga qatnashish uchun 15 kunlik komandirovka chiqmoqchi. Paridaslarni uyi turib tursa bo'ladimi? Bo'ladi. Albatta bo'ladi. Lekin Parida erkin ozoda turmushda cho'ng bo'lgan nozik qiz. Bizning uy sal qalaymiqan. Qo'shilsangiz siz kelgacha mushu uyda qarab turgan bo'lsam. Bo'ladi. Obdan gap bo'ldi. Lekin Parida maktabga ketsa, bu cho'ng uylarda zerikib qolasizmikin? Hürmetli yazgıcı Sabitcan Selimi, siz bu işlerden vahim yap yürümem.
Hava açam ikkimiz kun tartibdagi moddalarni muzokaradan o'tkazib bo'lgan. Ham nurg'un planlar bizni saqlab turmoqda. Vo'chin. Qani choy chiqa? Ey, mazallarni akitib qo'ymamsiz? Ma'qul. 7 numaralı üstelde Manchester tutup aldı. Bu birinci meydanda 2'ye karşı 5 netice bilen Kristal efendim tutup aldı. Erin efendim tutulup... Tutunu tushira. Ey apa, o atalmışlarını qora joyini setishga texish ko'ndiramidingmi? Voy balam, har kech shu gapni davatini. Lintasmidagi bo'lib oldi tam. Bu eskining ashvayran qorasi qanchalik pulga yarar? Apa, bu tarbiya sana qarang'uda. Hozir shahar yer qimmat. Bir pon yani oz deganda 30-40 mingga oladi. Uning qorasi bir modni jiq tursa, kam deganda 300-400 mingga oladi deyman. Mundaq degan. Qosimning qo'lida bundaq go'harning bog'lig'ini hajak bilmabdi mana. Shu emasmi? Bu qitim ishkirdan mal o'tgan vaqtimizda bir odamimiz tutilib kelib, bir mo'jizani tatdiq deyman. Men g'ibbi qichib keldim. Voy Iset, seni iz qo'g'lab kelib qolarmi endi? Xotirjam bo'l apa. Tutilib qolgan odam biz bir nechalarni tonimaydi. O'ttirdi vositachilik qilgan odamni biz joylab etdik. Voy jinim balam, nimandaq odamni qo'rqitgansa? Shunga tezroq eronga dadavatiman-ku. Bu qitim ishkirga bir kirib chiqsam, seni mol dunyoga ko'mib yetaman. Ma'qul balam, sening tegining bo'yicha qilay. Meni telefonda xabar qilib deb qo'ygan edingiz. Bildim. Tegining bo'yicha qilay balam. U kasila. Uningga bu ishni cho'qim deymi? Bo'lsa tezroq hal qil. Ishni kasil kechiktirmay uningda. Ma'qul balam. Albatta. Ko'rib boqasiz. Qo'y beray. Sizga necha qitim dedim. Gapimni faqatla anglamadingiz. Bu uyni yolg'iz meni tutamdim. Pulni rosa tepib, boyvachchilardek yashayli. Do'st dushmanning oldida kerlib yashang desam, buningga mi yaqtamsiz? Apa, meni ko'rayotgansan? Sen ko'ks qoningni to'kib, uyimizga podshoh, xo'jayin qilib tiklab olgan odamingning turgan turqi mushu. Qosimka, siz savdo qilmag'achqa ko'zingiz qo'rqyotdi, lekin bu qitim akildiganim bozorda tepilmaydigan bozor ishtik esil mol. Sizni qo'shgan bir pulingizga uni bermaydigan bo'lsam, yalqon degan ismimni yo'tkiytiman. Hey! Sodi sotamsiz, sotmamsiz. Ko'nglingizni gapni bir deb beqing. Sizningmi, meningmi maoshimiz tursa, savdogarchilik qilimizda beshimizga pitirib olganing nim foydasi? Nim foydasi? Men sizga to'la so'zlab og'zim upurab ketayli dedi. Biz hozir qaysi zamon, qaysi davrda yashayapmiz bilamsiz? Pulingiz bo'lsa, boshqalarga o'xshash, ostingizda moto, ham kichik mashina, atrofingizda chaqalaringiz xo'sh-xo'sh deb turadi. Pulovaning gapi o'ng, puli yo'qning gapi to'ng debdikan. Qora joyingizni setib 20-30 tuman tasmiy sapiqni qani. Bir yilga qolmay, ne xo'jayinlarni besib tushmisingiz, men qulqimni sopalda kesib beray. Mening teginimni qilsangiz, qildingiz. Agar gapimga kirmaydigan bo'lsangiz, o'zingizning ishi, lekin bu so'g'amga destekchi bo'lmang. Menmi satmayman demedim-ku. Lekin Gülsüm yer xetini beğenmese nemi foydasi? Bəmey həddima onun. Mana bu sotqa yazgan xətni köstüb. Əgər yer xetini bəmeydiğən bolsan, bu rəsvaçılıqni məhəldəki həmməyləngə kösəsəm, hava işqanlarının təngli yüzü tökülüdü. Məlidə jürənməz bob getislə. Hətta qızыңdınmı ayrılıb qalışın mümkün dəb beqnaq qeni. Qoş qollab bəmiginni mən bir körək. Bu amal bob qalamdı neyme? Texi bu xətni hava kösə, yüzünün tökülüşüdən qoqub bolsunmu, apsıq besim işletib, yer xətini ip berişi mümkün. Ras. Bu xət anıvalı işkisini iskencigi ip koyğıdək. Bək aqıllıqcımı siz. Qarana təqi bu xətni köpəytib ağınınızını. Siz həqiqətən aqıllı xotuncımı? Əmdi menin erimə oxşadığınızcımı?
hayotning mungluq kuyida mehr bilan chulg'ansin dilim hayotning mungluq kuyida mehr bilan chulg'ansin oqqan dardlik yeshilni qurutsi bahorda oqda qishda oqqan dardlik yeshilni qurutsi bahorda oqda bir kim yerga ekkan beshingni yana bir kim qo'ydi rozlar bir kim yerga ekkan beshingni yana bir kim qo'ydi rozlar Havacha, hozir men nimani o'ylayapman bilamsiz? Balkim dadingizni o'ylayotgansiz. Yo'q, sizni o'yladim. Siz mening opam bo'lib qolgan bo'lsangiz, nima degan yaxshi bo'ladi, ha? Bu nima deganingiz? Rost Havacha, siz mening opamga o'xshaysiz. Xafaman Havacha, men sizning dadamni yaxshi ko'rmaydiganligingizni bilmay deb sapdiman. Men yaxshi ko'rmayman demadimmi? Rostmi? Rasma Havacha. Lekin ammo nima degan jiq qo'shimchalar bu? Bo'ldilar Farida. Aytman sizni hayvonotlar bog'chasiga qo'ray. Bo'lamdi? Ha? Yo'q, bormayman. Siz grammatikadagi ko'ngilsiz qo'shimchalar dedingiz, lekin tigini tushuntirmadingiz. Siz buni dadangizdan so'rang. Nemish qanday? Men bo'lsam hech nimasi yo'q. Namrat qiz. Dadangiz bo'lsa ataqliq yozuvchi. Bu qandaqmi mumkin bo'lsin? Havacha, men dadamga osmondagi yulduzni pomzaq qilib o'ynag'im bor desam, dadam kelgusida cho'qqim ip berman deb javob berdiki, hargiz yo'q demaydi. Siz hozir kichik bilmaysiz. Yurak qasriga ko'ngil hukmi bilan kirgili bo'lmaydi, Farida. Yurak qasriga ko'ngil hukmi bilan kirgili bo'lmaydi? Farida? Dada! Qizim. Canım dada. Umma qizim. Mening chiroyli dadam, umoq dadam, qardab nehrga o'xshab qolgan dadam. Pah. Nima degan chiroyli. Aman esin keldingizmi? Ava qiz, sizni tonimayli qoptiman. Nimanda xabarni olishib ketdingiz? Moshi jahil qizingiz bo'lmamdi. Unamasam bozorda yig'lab turib oldi shu. Siz bergan hechlik pullarimga oldik. Rahmat qizim, ming yashang. Men ko'nglimda o'ylaganlarimni siz bijak keltiribsiz. Bu qitim navbat mening bo'lsin. Dada, sizni bek sevgindim. Rahmat sizga singlim. Qizlarning kishini mahliya qiladigan go'zalligi uy ishida bilinadi degani rostganda,
O'zingizmi bir gul, qo'lingizmi bir gulkan emasmi? Hava acham meni bog'chalarga, madaniyat saroylarga, o'rmonlarga apirib o'ynatdi. Katerga tushdik, chaqpalakdek ushdik, o'rmonlarda qo'g'lashib o'ynadik. Men xotirjam bo'ldim. Kuninglar haqiqatan ko'ngillik o'tibdi. Rahmat sizga singlim. Siz meni faqat ish qilg'ili qo'ymaydingiz, lekin havo acham kir yuvishni, deriz surtishni, hoyillarni supurishni, tamoq etishni o'rgatdi. Dada, men hozir umash yetalaydigan bo'ldim. Umash? Shundaq. Men uni bozorga olib borgan edim. Polkadagi so'lay xaltali qo'noqni ko'rib, u nima deb turib oldi. U qo'noq uni desam, uni nima qiladi deb qiziqdi. Shuning bilan qo'noq unini akilib, umash etib bersam, shundaq chiq ichib o'tdi. Ha, rastada qiziq, bozorda zahar deydigandan bayki, shundaq tatliqkan desa. Rahmat Alloh. Rahmat sizga. Men jur'at qilamagan ishlarni siz qilibsiz. Qisqasi, parnak ichidagi gulni, sirtdagi yomg'ir, sovuq judullar bilan uchrashtiribsiz. Bu qizni ko'p tavlabsiz. Rahmat sizga. Havo acham bilan bog'chaga o'ynag'il borganda tushgan rasm. Chiroyli tushibsizlar. Sabitjon aka, Ha? mana bu turmush uchun xarajat qilinglar degan puldan oshqini. Buni yanchig'ingizga sep qo'ying, lozim bo'la. Bo'ldi, opamga ish haqqim uchun bergan pulingizmi yetib oshdi, Sabitjon aka. Avanisa, yana bir hajitim bor edi. Ko'nglingizga xo'p keladimi? Xo'p kelmaydigan ishmi qilamanmi qiynidan? Men muhokama yig'inidan nurg'un materiallarni yig'ib keldim. Bundan keyin sal jiddiyroq ishlaydigandek turaman. Shunga tushlik tomoq etib bera olasizmi? Shunchalik ishmidi, men qilib beray. Haras. Yo'lda kelgach qo'sqingiz oshqandi. Men sizga tomoq etib beray. Choy iching, Sabitjon. Rahmat. Telefondan sizning keldiganligingizni anglab, havo acham dadangiz qandoq tomoq amroq degan edi. Men lag'manga dedim. Shunga u Anam, qizim.